Obzor qiladigan sizmi flanderlarni? Rahmat, sekin. Salomatimisiz? Yo'q, aka. Ko'zingiz ko'rib turibsizlar. Qosim aka, assalomu alaykum. Adangiz yaxshimi? Qosim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Eson-omon. Kim oldinglar? Kutib qolmadinglar, ozgina kech qoldi. Bu O'rta Osiyoda bir O'zbekiston degan joy bor ekan. O'zbekistonda bir Namangan degan joy Chortoq tumanida dunyodagi eng zo'r flanderlar boqilar ekan. Shunga shuncha odam shu yerga ko'rgani keldik. Menimcha Osiyoda bo'lmasa kerak. Mayli Germaniyada bordir, Ukrainada bordir, Osiyoda bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Tuzumsizlar aka? Tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglar. Rahmat. Biz sekin birovga xalaqit bermaydigan joyga ana qilib. Bo'ldi, mayli. Bu salqinroq ekan-da, sovuq otib qolmayman? Ha, sovuq otsam. Voy. Assalomu alaykum. Aka tuzumsiz. Sonlar yaxshimi? Charchama, yaxshimisiz? Sizlar? Rahmat. Bular internetda har doim Telegramda gaplashgan, mana birinchi marta bir-birligini, men ham birinchi marta ko'rib turibman. 90-90 kim bilan gaplashadi? Toshkentda siz bilanmi? Kim? Aka o'sha mashhur Umidjon aka siz ekansizda. Toshkentda. O'zbekistondagi eng katta quyonlar boqadigan. Shu qiyam bergandilar, xudo tug'di shu qiyam. Bu kishi ham zo'r quyonchi-ku. Rahmat xudoga. Yo, men nomerimizni tugash bilan jo'natib Hayolimda falonchidan kelgan odam, qarachamiz. Ovozga moslagansizda? Hozir bittada tanidim. Derskiy ovoz. Haqida derskiy. Mash bolani ham olib qo'y. Olib qo'y mash bolani ham. Quyonga keldinglarmi deyapti. Qani aka. Bismillah. Aka, lekin tabiatinglar ana top. Sirazi fermaga kirib ketmayapmizmi? Va, mamnun, va, mana ekan fermalar. Qani. Bismillah. illa xudo xolasa. Hamma jam bitta Sardor aka kam bo'lyaptilar-da hozir. Uni ham yaqinlashtirib qo'ying plakatda. Qayerga kelganimizni ko'rsin YouTube'dagilar. O'zbekistonda, Osiyodagi eng yaxshi quyonlar boqiladigan joy. Oyatullo aka bilan gaplashib turibmiz 81-81.
keling mana keling. Qadam yesin balo qaysin xudo tinchlik xotirjamligini sal. Parvardigor hamisha ishingni ilgari qilib yo'lingni ochiq qilib yuzingni yorug' qilsin. Xush kelibsizlar. Qani mashinadan aylib, bemalol nima qilib turing. Bemalol. Aylashib o'tiring. Mijob. Xo'p, qani? O'ynachi. Bu kishi Umidjon aka bo'ladilar. O'sha zo'r flanderlarni Qani? tomosha qilasizlar-ku, mana Masha akaniki bo'ladi. Tomosha qilamiz. Sardor aka bilan birga boqishadi. Sizlar qo'shnimisizlar o'zi aslida? Biz Sardor aka bilan qancha yo'q, masofa? qo'shniman. Aslida ancha masofa bor orada. Ha, Qarindoshlik joyimiz bor. qarindoshlar. Ha, Xudo xolasa. Hozir flanderlarni ko'ramiz, bir belachaga. Ijodiga bor ekan-a? Bor. Assalomu alaykum YouTube'imiz a'zolari, Eurokanal muxlislari. Bizni Namangan viloyati Chortoq tumaniga yetib keldik. Bu yerda Sardor aka, ya'ni Voin profildagi akamizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Bular flanderlar bo'yicha juda katta mashhur odamlardan bittasi. O'zlari safarda Rossiyada bo'lishlariga qaramay, mana o'zlarining uylarida ukalari bilan qarindoshlar bilan mana ko'paytirishgan flanderlarni syomka qilgani, ya'ni ko'rsatgan, xalq ko'rsatgani keldik. Ko'rib turganingizda mana flanderlarimizni O'zbekiston flanderlari klub nomer 1 bannerlari bilan birgalikda mana brendlarini qilib qo'yganlar. Ko'z tegmasin. Bu yerda mana ko'rayotganingizda yana ham qiziq narsalar, mana yangi shinshillar, mana agrasli flanderlarimiz katta bo'lishayotgan ekan. Hali 1 oylik bo'lmagan ekan bularimiz. Har bitta flanderlarni mana quloqni, ya'ni uxalarini o'lchaydigan maxsus mana lelenkalari deyiladi. Maxsus lelenkalari bor ekan. Bu yoq mana fonlari. Bu hovliga qilingan joy ekan. Hozir bu yerdan tashqari yana bitta joyimiz bor. U yerda privoznoylar, bu privoznoydan chiqayotgan vivadnoy bolalari, zo'r flanderlarni u yoqda boshqa yoqda yetishtirishayotgan ekan. Hozir uni alohida obzor qilamiz. Bu yoqda mana kichkinagina mini fermacha qilib qo'yilgan. Bu yerga mana sharoitini ko'ryapsizlar. Alohida e'tibor berilgan ranglari, inlarini, kattalarni hajmi, kattaligi bo'yicha yaxshi chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Mana bu yoqda privoznoy bolalari deyaptilar. Ular bron qilingan ekan, o'sha sotilgan ekan bular. Yana bitta narsaga men ahamiyat berganim havoni qaranglar. Havo vashi boshqacha bu yerda. Haqiqatda flanderlarga mos, mana jonzotlar maza qilib yashaydigan havo bu yerda. Atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqqa asosan mana hozir egalar ham aytdilar, quyosh tushmas ekan. Salqinda mana flanderlar maza qilib yashaydi ekan. Teylarni ko'ryapsizlar, mana o'zingizlar bemalol tozalab qo'yilgan, akkuratni hammasi mana sog'lom turibdi. O'zbekistonda flanderlar bo'yicha eng zo'r yetishtirayotgan flanderlarni saralab yig'ayotgan akamiz mana Sardor akam bu. Yo'lxonalarni o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Ko'rib turganinglardek, biz bu yerga aynan shularni ko'rish uchun, aynan mana shu yerdagi insonlar bilan tanishish uchun, yaqindan yana tanishish uchun tashrif buyurdik. Farg'onada, Andijonda sheriklarimiz bo'lishdi. Biz yetib bora olmadik. Mana kechqurun Abdulloh ukamiz bilan birga shu flanderlarni ko'rish uchun, shu yerdagi insonlar bilan tanishish uchun, yana ham o'zimiz ustimizda birga ishlash uchun, shu narsalarni ko'rib, boshqa qilib, xalqimizga yetkazib berish uchun mana tashrif buyurib o'zingizlarga ko'rsatishga qaror qildik. Buni o'zingizlar misol uchun mana
kamerada boshqacha ko'rinadi, balki kelib ko'zinglar bilan ko'rganinglar umuman boshqa. Haqiqatda chiroyli quyonlar. Hammaga nasib qilsa shunaqa quyonlar boqish. Flander eng katta yirik quyonlarimizdan. Hozir bundan tashqari yana bitta joyga boramiz. U yerda yirik, ya'ni katta Flanderlar, privoznoylarni yangi kirib kelganlarni ko'ramiz, xudo xolisa. Marhamat, mana ko'rayotganingizdek, chiroyli qilib qo'yishgan hamma yoni. Akkuratni. Mana bu yoqda Javohir shunda anaqalarimizni ko'rsatib qo'yasiz. Okalarimizni ham, mana okalarimizdan hamma mana shu yerda. Bular ham Flander mana shug'ullanadiganlar, hamma okalarimiz shu birga yig'ilganmiz. Xudo xolisa, biz bu yerdan chiqib ikkinchi obyektga boramiz. Ya'ni Farih 331 okamiz bilan birga u yoqni obzor qilamiz. Mana shu okamiz, Sardor akamning ukalari bo'lni mana shu yerda quyonlarni ko'paytirish bo'yicha shug'ullanyaptilar. Hovliga qaranglar, hovlining chiroyliligini. Did bilan qurilgan, did bilan mana ko'chatlar ekilgan, havo vashi boshqacha. Aynan mana nima uchyapti deb o'ylashinglar mumkin. Bu uchayotgan narsalar terak gullagan, terakni shu gullari anaqalar changlanib, mana uchib yuribdi. Qorga o'xshaydi, havo ham zo'r. Mana hozir Fazliddin do'stimiz ozgina informatsiya berdi, tushuntirib berdi. Endi hozir akamiz o'zlari bitta qisqacha tushuntirib beradilar. Bu yerda qanaqa Flanderlar, hozir boradigan joyimiz, ya'ni asosiy kattalari turadigan joyga boramiz. U yerda qanaqa Flanderlar turibdi, o'shani qisqacha bir lyoxi ko'rib, bu yoqqa boramiz. Bu yerda aytishlari bo'yicha ko'proq yoshlari turar ekan. Yoshlari shunaqa. Assalomu alaykum, Farih aka. Bu yerda основной yoshlari, privoznoy o'zi katta fermada. Bu yerda katta fermaga sig'maganlik hisobiga yoshlarni bu yoqqa olib chiqilgan. Joy zichlik hisobiga. Shuning uchun yoshlari bu yerda. Xo'p, Flanderlarni bir sidira ko'rsatib ketaverasiz. Bu ham Flander bolalarimi bular ham? Bu otasi Kazandan kelgan. Privoznoy bolasi. Shinshillar rangli. Shinshillar rangli. Otasi sotilib ketdi. Buni hozir Hikol boqib beryapti. Hikol, Suratga. Onasi u yoq tarafda 9 ta tuqqan, 4 tasini Hikol boqyapti. Qaranglar do'stlar. Onasi oq ekan. 4 ta 9 ta tuqqanning hisobiga bolani ikkiga bo'lishgan, yarmini mana Hikol quyonimiz boqib beryapti. Necha kunlik bo'ldi bular? Bular 28-cheslovda 1 oylik bo'ladi. 28-da 1 oylik bo'lar ekan bular. Shunday. Hozir bu yoqdan boshlab olsak, keyin narigi katta fermada yana zo'rlarini ko'rasizlar. Inshaalloh. Inshaalloh. Mana bular necha oyliklar? Bu 2 oy 15 kunlik bo'ldi. Bu o'zimizdan chiqqan S007 ning bolasi. 2 oy 15 kun. 2 oy 15 kunlik. Bularning ota-onalarining quloqlari necha? Otasi 25,5. U fermada turibdi. Onasi 24. Mana go'zalchi. Bu go'zal 3 oydan ozgincha o'tdi. Qulog'ini qarang. Qulog'ida kilemolari bor. Eslatib o'taman, sizlar hozir O'zbekistondagi eng sifatli Flanderlarni ko'ryapsizlar. Eng sifatli Flanderlar, keyin Flanderni chetdan olib kiradigan, eng ko'p olib kiradigan insonni xonadonidamiz. Sardorjonni. Bu yerda hozir kami turibdi. Asosan ham yoshlari. Hozir bir joyga boramiz, qolganini tomosha qilasizlar. Toshkentda bir issiq bo'lib turgan paytda hozir Olimpika mashinada qolib ketibdi, sal sovuq o'tyapman. Tez video qilamizda, keyin narigi fermaga o'tamiz. Ko'rsatib chiqavering. Biz bu yerda gaplashib turamiz. Bular o'zi aslida sotilib ketish kerak bo'lgan. Katta bo'lib qopti, bular olib qolinganlarmi o'zingizlarga? Yo'q, bular sotuvda bor. Para qilib qo'yilgan, qonuni boshqa qilib. Keyin bilishim bo'yicha biz o'sha YouTube'ga syomka qilganimizdan keyin so'raganlar hamma o'zini quyonini olib ketadi. O'zi hammasini bron qilib qo'yganlar, olaman deb kutib turganlar bor. Aytishlari bo'yicha Farih akam kelib ketganlaridan keyin qolganlar kelib olib ketaveradi narsasini debdilar.
Qo'ldan kelgancha hozir ushlab turishibdi biza syomka qilgunimizcha, mana keyin hamma o'zini egalari olib ketadi, xudo Bu xohlasa. hikola tagidagi samkachalar sotilgan, biron bo'lgan. Bu 3 ta. Hozir odamlarga qiziqdi. Sutdan chiqqanini nech puldan nech pulgacha sotyapsizlar? Endi bu misol quyonni sifatiga bog'liq. Agar привозной bolasi bo'ladigan bo'lsa, $100 dan $120 o'zi biron bo'ladi. Donasi. Donaga, shunaqa. Sutdan chiqishiga necha kunlikda beryapsizlar? Endi 45 kunlik qilib beramiz. Aksariyat odamlar bor, 50 kunlik yoki 2 oylik qilib bering deydi. Ha. Unga Kelishasizlar? kelishamiz, Shundoq qilib 2 oylik qilib chiqazib beramiz. Hop, основной yangi tug'ilgan holatda olib ketadiganlar ham bor. Surrogati bilan. Ha, onasi bilan qo'shib olib ketadi. Onasi bilan, surrogat onasi bilan qo'shib olib ketadiganlar. Kichkina tug'ilgan bolani o'sha holatini o'zida ham olib ketadiganlar bor ekan. Bor. Enagasi bilan. Enagasi deganda o'zini onasi bo'lmaydi. Mana xikol mana enagasi boqib beryapti. Shu enagasi bilan qo'shib savdo qilinadi, olib ketiladi. Yo'q, enasi o'zi отдельно shundoq podarka hisobida. Enasi podarka bo'lib bonus ketadi. hisobida hikol quyonni shundoq bonusga beraveramiz. Qarang qanaqa katta Flandr kompaniyasi. Surrogat quyonlar ham основной 5,5-6 kilolik hikol quyonlarni boqamiz. Hozir bola emizgan holatiga ham 6 kilo vestida. 5,5-6 kilo bo'ladi. Necha yil bo'ldi faoliyatga? Biz 2018-yilda qiziqqanmiz. Flandrga, основной Flandrga, shu Umidjon ekan, biz ustoz. Ashlar oldilariga tushib qiziqqanmiz. Shu bilan boshlaganmiz. Umidjon akamning ham suhbatlarini alohida olamiz. Hozir nariga fermaga borganda. Men uchib yurgan narsalar bu terena nima guli nimasi? Tereni guli bo'ladi. Tereni guli ekan. Hozir shunaqa sezonda keldik. Atrof hamma yo teri. Shunaqa. Shunaqa salqin, bahavo joylar ekan. Xuddi men tog'ga kelganga o'xshayman. O'sha 5 kilometrdagi tog'. Eki Qirg'iziston chegarada. 5 kilometrdan keyin Qirg'iziston chegarasi ekan. Shunaqa. Xo'p, bu yerda ko'rsatib bo'ldingizmi quyonlarni? Ko'pi bron bo'lgan. Aksariyat quyonlar. Xohlasanglar mana bron qilsanglar ham bo'ladi. YouTube'dan yaxshilatib ko'rib olib. 2 par bor. Qoni boshqa-boshqa. 2 parniki. Tayyor kattasini olaman desa, tayyori ham bor. Paraga. Biz nomerlarini yozib ketamiz-ku. Qolgan podrobniy ma'lumotlarni telefonlariga aloqaga chiqib, telegramlariga bog'lanasizlar. Sizlarga telegraminglarga hamma yog'ini video qilib, yoshlari bilan, ota-onalari bilan tashab berishadi. Hozir YouTube'da shunchaki bir sidira ko'rishga ko'rib olasizlar. Biz safarimizni keyingi fermaga davom ettiramiz. Mash Flandrlarni ota-onalari-yu, привознойлар-yu, виводнойлар-yu endi dodasi endi boshlanadi. Kuzatib boringlar. Videoni o'tkazib yormanglar. Like, komment esdan chiqmasin. Ketdi.
Aka ukalar mana biz va'da qilgan fermamizga keldik. Namangan viloyati Chortoqmi bu tam? Chortoq tumanida Umid akam bilan Sardor akaning fermalariga keldik, ya'ni Voin fermasiga. Bu yerda eng sifatli, eng original flanderlar boqiladi. Hozir bir chekkadan ko'ramiz. Birinchi o'rinda o'zi flander qanaqa bo'lishi kerak degan savolni mana hozir Sardor aka bu yerda masala Umid aka tushuntirib beradilar. Bitta ko'raylik deb flander. Keyin qolganlarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Qanaqa boqiladi bu? Qanaqa katta qilinadi? Necha oyda sotiladi? Qulog'i qanaqa bo'lishi kerak 2 oylikda? Mana hozir mana bundan boshlaymiz. Flanderda har xilini ko'rgansizlar-ku, lekin mana haqiqiysi qanaqa bo'ladi degan savolga oyog'idan tortib quloq boshigacha tushuntirib beradilar. Aka o'zi tushuntirib bering. Xo'p, yoshi qanaqa buni? Hop, yoshi 27-chisloda 1 yoshar bo'ladi. Bu hali 1 yoshga to'lmaganmi? Yo'q, to'lmagan, mana yozib qo'yilgan, tug'ilgan chislolar. Hop, bu vivodnoy quyon, sames. Turganidek. Buni hop, onasi ham vivodnoy bo'lgan. Ya'ni vivodnoy degani O'zbekistonda tug'ilganlarni vivodnoy degani. Quyonxonada tug'ilgan quyonlar. Hozirgi kunda kilosi qancha bo'lyapti? Necha kiloga chiqdi? Bu hozir 8,5 kilo. Рабочий вес. 9 kilodan o'tganda vesini qaytardik. Oyog'ini qalinligiga e'tibor beringlar. Turbadagi uni oyog'i. Hop, flanderda mana asnonan mana kallasi. Nimalariga flander sotayotgan odam nimalariga e'tibor berish kerak? Hop, birinchi o'rinda mana hamma quloqning uzunligiga qiziqadi. Flanderda tana, quloq, tana, kalla hamma bir xil bo'lishi kerakda. Hop, quloq uzun, kalla kichkina yoki oyoq ingichka. Shu narsalar bo'lmasligi kerak. O'zi sifati past bo'lib ketaveradi. Pastga qarab yuraveradi sifat. Har tomonlama yaxshi bo'lsa, zotan shunaqa kuchli, chiroyli, sifatli chiqadi. O'zingizni xonadoningizda tug'ilganmi shunda? Albatta. Buni onasi ham uyda tug'ilgan. Ular qayerdan kelgan buni ajdodlari? Hop, bu T8 Vekselberg. T8 degan liniya. T8 liniya o'sha sames olganmiz bir vaznoy chetdan. O'shani zurriyotlardan olib qolganmiz. Zo'r liniya bo'lgan ekan, ha? Albatta. Hop, oradan men Rossiyaga ketib qolgandan keyin bir dona samka kesib qolgan. Hop, o'tgan yili o'sha bir dona samkadan zot ko'paytirganman. Hozir bunaqa samets sizdan nechta bor erkakdan? Ya'ni samets degani erkak degani. Sametsdan o'rganib qolingan ruschani qilgan. Mayda yana bittasi bor. Yana bittasi bor, ha? Shunga parlab chaqib turganmiz. Bir vazni. Bu boshqa qonmi? Ha, bu boshqa qon. Mana shu ikkita qondan bola olasizlar. Ha, xudo xolisa bundan yaqinda tug'iladi bolalari. Hop, bu yoqqa olaylikmi? Buni ham oling, bu yoqqa olib ko'raylik. Ungacha mana buni olib turing. Atayin bir-biriga o'xshatib, tanlab. Aka, buningiz ham katta ekan, ha? Buni olib qo'yavering bo'ldi, ko'rdik. Ushib ketadi-da. Buni quloq undan ham kattami, ha? Yo'q, ko'zimga shunaqa ko'ryaptim. Bir xil 25,5. Bunda sal kalla kichikroq. Quyonni qancha kallasi katta bo'lsa, o'qi shunchalik kichkina ko'rinadi. Agar mana sames flanderda quloq, ana kalla qancha kichkina bo'lsa, quloq shunchalik katta ko'rinadi. Ha. O'shani ham hisobga olish kerak. Mana shu Chortoqda turib butun respublikaga tarqatasiz. Xudo xolisa tarqatyapmiz. Dastlabkida muammo bo'lmaydimi? Yo'q, muammo yo'q. Yetkazib berishdi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston. Ha, boshqa davlat, qo'shni davlatlarga ham chiqadi. Juda ko'p sotganmiz. Bu Rossiyadan keldi. Ha, bu привозной, ya? Привозной. Sergey Efanov zavodchikdan. Voy, boshini ko'tarsa qarang, qanaqa bo'lib ketadi qo'yon. Endi bu o'ziga kelyapti. Kelganda 8 sotka yo'lda qolib ketdi. 8 sotka qolib ketdimi yo'lda? 8 sotka qoldi yo'lda. O'ziga kelib mana. Nomi bormi bularni, ismi? Ismini aytmadi, ismini egasi. Ism qo'ymadim men o'zim. O'zingiz ham qo'ymadingiz-a? Yaqinda kelganiga buni davolash bilan ovora bo'ldik. Mana shu nom ostida shu quyonlar boqiladi.
Mashhur, u hamma biladi. Flander nomer 1 Voynni fermasi mana shu. Aka bu qafaslarni nechiga qildinglar har bir xonasini? Hop. Iyniga 80, uzuliga 120. Nechta tushdi? 26 ta, 13 ta. Asli 13 ta tepada. Podvoli salqin ekan, O'shanga podvalga qilib, yozda yaxshi quyonlarga. Quyonlar Qishda quyon boqish muammo emas. Yozda muammo. yozda issiq. Chidamaydi. Fortikalar ham maxsus qolgan ekan-da, Albatta. nafas olishga. Mana samkalar 45 kunlik shuni ukasi. Mana o'zimiz ekan. Ha, ukasi. Ukasi. Necha kunlikda sotuvga chiqib ketyapti bular? Bular sotilib ketdi, bular o'zimizga zotga qoldi. Qolgani. Aka bu 45 kunlik deysizmi? Kuzga tayyorgarlik bo'ladi. 3 oylik quyon deydi, bu kattaligi. Limon o'zingiz urasizlarmi? Albatta. O'zingiz urasizmi? Nima anaqada? Nomi? S07 o'sha manikidan. Tojikiston ham, Qirg'iziston ham, Qozog'iston ham taniydi shu S07 nima deb bosilgan. Sizni liningiz, Ha. Kichkinaligidan oyoq lapalariga e'tibor beringlar. Anu alabaylarni ham bilsanglar, kichkina bolaligida oyog'i yog'on bo'ladi-yu. Kalif quyon boqqan Bu buni. ham shu Flanderni quyon zotini mana shunaqa katta sorti. Bundan katta zot yo'q dunyoda. Eng katta zot Flander. Undan katta zot yo'q. Mana Farruh aka o'sha hozirgi o'zimizning vivodnoy samesi 3 oy 10 kunlik bolasi. Ukasi. Ha, ukasi. Ukasi samka. Demak, onasi ham shu yerda ekan deb. Onasi o'lib qoldi yaqinda. Lekin Yoshi ham o'tib qoldi. zo'r zurriyotlar tashlab ketibdi. Ha, o'shaning uchun mana qonuni bilganim uchun o'tgan bitta samkadan bola olib sotmasdan o'shani ko'paytirganman bolalar. O'sha yerda katta samkadan o'shani bolasi shuni birinchi partiyalar. Bu 3 oy 10 kunlik 3 oy 10 deysizmi? kunlik. Odamlar tayyor Flanderni ko'tarib kelyapti. Flander oldim deb. Go'da shundan. Ani bola hayratlanib og'zi ochilib qoldi. Aniqingiz bor-a? Shogirdingiz. Abdulloh. Abdulloh Flander olaman deb Toshkentdan yugurib keldi. Mana samkada ham Tomosha hamma qilaman. sames deyapti, gruppaga tashlaganimda mana. Hamma yo'g'i kelishgan. samkami bu? Samka. Sametsga o'xshaydi-ku. Sameslar sotilib ketdi. Mashalloh. Aka. Bu sotilmaydi? Yo'q, bular qoladi. Narxi necha pul bilan sotilmasa ham? Narxi necha? 200 dollarga bermadim. 200 dollarga bermadingiz. Shiyirlar 200 dollardan sotildi erkaklar, sameslar. 3 oylik Flander bolasini, qiz bolasini 200 ga bermadilar, o'zlariga qolgan ekan. Quloqlarini qarang. Mana Klemosi, quloqning nomeri, ya'ni mana shu quyonni zavodchikka nomi. S007. Quloqni keng ushlab turishini qarang. Bu yog'in 0110 ni ham tushuntirib bering. Tug'ilgan kuni. Oyi tug'ilgan kuni. Yili? Yo'q, yili shu belgiligida. Hozir 3 oylik bo'ldik. Yo'q, shu keyinchalik buni yilini qanday bilsa bo'ladi olgan odam? Yilini aytamiz o'zimiz. O'shani eslab qoladi. Misol uchun 25-yil 3 oyligida olganimda, o'sha yili tug'ilganda hisob kitobini olaveradi. Hammamizga nasib qilsin. Sizlar qatori menga ham. Bunaqa quyon boqish. Aka ko'z tegmasin, mashalloh, mashalloh deb qo'yasizlar. Bular hammasi shu Allohning mo'jizalari. Shunaqa zo'r narsalarni zo'r qilib ushlab kelayotgan, liniyalarni chatishtirib kelayotgan, chatishtirmasdan zo'r ushlab kelayotgan akalarimizga rahmat deymiz. O'zbekistonda mana shunaqa sifatli narsalarni ko'payishiga shu insonlar sababchi. Bir yilda nechta quyon kiradi chetdan privoznoy olib kelasizlar Shu taxminan? yilgi e'tibor 10-12 ta kirdi. Bu yil 10 Faqat yaxshilar. Boqsan yaxshisini boq deydi-ku. Bo'lmasa boqish shart emas. Zo'rin tanlaymiz, zo'rin chaqirtiramiz. zo'r qimmat pulga olasizlar. Qimmat kelgandan keyin yaxshisi kelish kerak. Bu yerda keyin effekti bo'ladi-da. Xudo xohlasa mana shunchalik chiqarib Hamma sohada eng zo'ri bo'lsang deydi-yu. Albatta. Klient o'zi qidirib keladi. Mana tug'ilgan quyonlar mana hozir mana shinchi yilida 7-kun tug'ilgan bo'lsa, hammasi biron bo'lgan bular. Endi Umidjon aka boshqacha ranglarini ham ko'rsating, buni ham qo'yib qo'yaveraylik, yiqilib tushishidan qo'rqaman, qimmat narsani. Gapchi, ana bir xil narsalar bor-da. Pulida emas, bir xil narsalar bor. O'sha pulga o'sha narsani topa olmashingiz mumkin. Shunga ehtiyot qilish kerak bu narsa.
Xo'p, mana hozir yangi rasm. Mana hozir boshqacha rangini ko'ramiz, flanderni. O'zbekistonda necha xil rangi bor aka? Hozir hop, qora, jeleza. Hop, mana ular yangi kirdi shinchi yili. Xudo xohlasa buni ham ko'paytiramiz. Aguti, qora, oq, jeleza, shinshilla. 5 ta bo'ldi. Gold yo'q hisobi bizda hozir. O'zbekistonda gold yo'q. Lekin dunyoda bor. Bor. Bu 4 oydan o'tgan samka. 4 oydan o'tgan deysizmi aka? Hozir ozgina o'tdi. Rossiyadan kelgan bu ham. Cheres Qirg'iziston orqali. Tomosha qilsizlarmi? Shakrasga ham qiziqdik. Ko'z tegmasin aka, yaxshi zo'r. Hop, bundan 4 ta kelgan, 3 ta samka. Yaqinroqdan oling, yaqinroqdan. Ya'ni yaqinroq ko'rgisi keladiganlar bo'ladi-da, ya'ni qiziqib ketgan odamlar bor Flanderga. Xudo xohlasa kuzga zakat o'tdi. Fermani kattaytirmoqchimiz. 4 oylik quyonni qaranglar. 4 oylik quyon ko'ryapsizlar sizlar. Aka, samka buni bolalari qachon chiqadi? Hozir YouTube'da ko'rib o'tirganlar so'rashadi. Xudo xohlasa kuzda chiqadi bolalar. Sezonda boshlab hali yosh. Yana 4 oydan keyin qo'shamiz-da. Xudo xohlasa ko'paytiramiz. Bunaqa biyolarni ham ko'rdik. Orqadan ham bir ko'raylik. Quloqlarning orqa tomonlarini qanaqa? Mana shu quloq ushlashiga ham e'tibor berish kerak Flanderda mana. Bir-biriga yaqin ushlash kerak. Mana bundan ushlab olgani bo'lmaydi-da. Ham sifati tushib ketadi. Shunaqa mana shu bitta barmoq ichiga tushmasa, o'sha yaxshi. Mana kallaga e'tibor berish kerak, tortilgan bo'ladi. Mana orqa tomoni sirazi mana tekis burilgan. Mana bundaqa tushib ketgan quyon. Yon boshlab sifati pasayaveradi-da. Aka, bular necha puldan chiqyapti? Shinchilarning 2 oylik bolalari sotuvga? 2 oylik emas, 45 kunligini $100 tarqatamiz. Xudo xohlasa. 45 kunda. $100 burun bo'lgan mana shu ko'rib turganingni orqadagi. Aka, men 2 oylikqa bering, qo'shib beraman desa ham boqib o'rasizlar, 2 oylik. Albatta. Yo'q, pul o'zgaraveradi. 45 kunlik Flanderni bolasi $100. Xohlasanglar so'mda aytaman, 1 million 300. Hozirgi O'zbekistonni kursi bo'yicha. Mana shundan kecha bittasini sotdik. Buni boshqacha $100 ga berdim. Olib ketishdi. Aka, eng asosan O'zbekistonni qaysi viloyati ko'p tortadi Flander? Vodiyda. Vodiy. Asosan Vodiy. Vodiyda. Tojikiston yaxshi bo'ladi. Toshkentdan ham bor. Oladiganlar bor. Toshkentliklar ko'proq ana kichkina karriklarga qiziqadi. Ular ham $500-600 dan privoznoy keladi. Endi Toshkentda bunaqa katta quyonxona qilib yuboradigan sharoit kamroq. Bu yerda qarang, joylarning ko'pligini. Shuning uchun ular kichkina quyonlarga kichkina inam bo'rgani uchun, keyin ularning axlatini tashlashga toshkentliklar musor tashishga ham pul to'laydi. Musor tashiydigan joy ham yo'q-da. Shuning uchun hammasi rasxod. Bu qoralarimiz ham bor yangi kelgan. Qora rangini ko'ramiz. Bir pora kelgan. Oh, Samkacha. Kimga yoqar qorasi, kimga yoqar shinshillasi. Kimga agutis, tanlab olaverasizlar. Bular qachon ko'payadi? Bu ham xudo xohlasa kuzga tayyorgarlik bo'layapti. Qayerdan keldi bu? Bu ham Qirg'izistondan keldi. Hozir yana biron qilib qo'yganlarimiz bor. Aka, Qirg'izistonda siznikiga o'xshagan katta fermalar bormi? Bo'lish kerak. Lekin ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? Ko'rmaganmiz. Videosini ko'rib. Videoda shunaqa kolleksiyada bormi? Zo'r sifatlilari. Ham bor, Qirg'izistonda ham bor. Qirg'izistonda agar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa Qirg'izistonga borish niyat bor. Fermerlarning obzoriga boramiz. Aylangani borganimizda. Qora samkachi. Nechta keldi qorasidan? 2 ta, bir jup. Samet samka. Samet samka. Bor. Qoradan hozir faqat shumi sizda? Albatta. Hop, mana jeleza bor bitta o'zimizda. Hop. Qani kirchi. Jeleza rangini ham ko'ramiz hozir. Har xil ranglarni ko'rsatamiz hozir. Bundan keyin oqni ko'ramiz. Bu jeleza. Voy. 5 oylikda. 5 oylik bu. Nima bu, o'g'il qiz? Bu samец, erkak. Bu o'zimizni vivodnoy quyon. Quloq o'ta keng ekan. Privoznoy emas.
Vivadnoy. Buni kichkinaligida rasmini tashlab bo'lmadingiz. Ikkita qulochi Albatta. oldiga mana bunday Xuddi o'sha qarab quyosh. turgan. O'sha. Zelezacha ikkitasini bunda ko'rdim. O'shami? O'sha. Mana hozirgi katta mana ko'rgan samesimiz ukasi. Yaqirib olaman. Otasi привозной. Rossiya. Yo'q, haligi sizga tashlab berganim yo'q, u emas. U tashlagan bu ukasi buni. Bu ukasi. Bunda quyonchalar. Bu ukasi. Buni ukasi u. Ukasimi? Uli qani? Sotilib ketdi. Sotilib ketdimi? O'zi boya aytdilar, videoga olishimizdan oldin. Farruh aka ko'p sotilib ketdi. Endi sizlar kelguninglarcha ushlab o'tira olmayman. Joy masalasi muammo bo'lib qoladi. Albatta. Ko'pini egalariga berib yubordim dedilar. Bu qolganini olamiz biz hozir. Bu ham kelganmi? O'zingizdan chiqqan. Buni ota-onalari kelgan-a? Yo'q, onasi ham o'zimizni Vivadnoy quyon. Onasi ham o'zidan chiqqan. Otasi привозной. Rasa o'sha paytda liniyalarni ushab qo'ygan ekansiz Albatta. Shu oldingi liniyadan ushlab. Bir kunda necha mahal tushasiz shu quyonxonangizga? Ertalab kechqurun. 2 mahal tushasiz. Qanchada tozalanadi? Bir haftada bir polni уборка qilinadi hammasini. Bir boshdan. Hozir tagida somon turadi har doim. Sizlarda poxol yo'q-a? Poxol bor, somon bizga udobroq topish. Topish qulay. Va uxlab yotgan bolalarning ota-onalari qaysi? Bular ham sotuvga chiqadimi? Bular hammasi bron bo'lganmi? Ha, bron bo'lganmi? 5-yillar bular. Ko'rsating. Bular sutdan chiqqanda yugurib kelib olib ketishadi. Albatta. Endi bir chekkadan ko'rsatib chiqing, oxirida oqini ko'ramiz kattasini. Chunki hamma qiziqyapti-da hozir. Voynni fermasida nima bor deb hamma kutib o'tiribdi video chiqishini. Shuning uchun hozir bir ko'rsatib chiqsa operatorimiz. Eshiklarni ochib turingmi? Yo'kicha anaqa Bekzod eshiklarni ochib oylarini aytib turing. Sotilganlarni bular sotildi deb turinglar yoki bular sotiladi deb tursanglar, ana ko'rgan odam o'shani skrinshot qilib olib sekin aloqa Bu yerdagilar hammasi bron bo'lgan. Mana mayda quyonchalik ko'ryapganingni. Bron bo'lgan hammasi. Albatta ham bron bo'lgan balki? Albatta. Mana sameslari 3-yili. $100 sotildimi shunda? Albatta, $100 bron bo'ldi. Akalar bu jay maza qilishayotgan ekan. Yo deydiganlar bor-da videoni ko'rib, narxini eshitib. Bu привозноylar qimmat $500, $600 O'zbekistonga kelib, ozgina yashab nobud bo'lganlari ham bor. Bu narsalarga bo'ldi, albatta. Bu narsalarga yetish uchun shundoq pulni tikasan, tug'adi, sotasan emas. Buni o'ziga yarasha plus minusi bor, kasal bo'lishi bor, ozib ketib, qanchadir vaqt bola ola olmaslik holatlari bo'ladi, lecheniya olguncha. O'shalarni ham hisobga olish kerak. U quyon boqar ekanman, tug'ar ekan, sotar ekanman degan fikr noto'g'ri. Chaqaloqga qaragandek qarashadi. Uni ovqati bor, shuncha quyon 3 kunda qancha bir qop necha kun yedirasiz? 3 kun yeydi bir qop. Bir qopni 3 kun yedirsa ham tasavvur qilinglar. Yo'l kiralari bilan bitta qopingiz 160-170 larga aylanib tursa. 175 ming so'mdan keladi bir qop. 175 mingdan qop kelar ekan. Har 3 kunda bir qop. Bu bizni Vivadnoy quyonimiz Samka. Umid aka shu tushuntirib ketaverasiz har birini. Bo'g'asi 23,5, 9,5 kilo vesi bor bo'g'oz. Bo'g'asi Vivadnoydan. Рабочий Samka. Yo'q, o'g'lim bir boshda. To'xtalamiz dedi. Bu bu ham Samka. Mashina bola beradi. Albatta, hozir bo'g'oz bu ham o'sha Samkani bitta parti genezda o'sha yeriga. 10 kiloga chiqib qaytgan Samkalar рабочий holatda hozir. Hozir oqlaringizni ham alohida ko'rsatib berasiz.
Biratan shuni tekshirib Bu oling. ikkita samka 3 oydan ozgina o'tgan. Bu sotilgan. Hop, sotgan egasini yopgan kilemosini qulog'iga bosib berganmiz. Hop. M087. Abdumajid akaga baraka bo'lgan $300. Samkalar kelgan. Sardor akani o'zlari ham bo'lolmay qoldilar. Endi Rossiyadan kelganlaridan keyin alohida kelamiz. Suhbat qurgan. Landir boqish va uning sirlari haqida suhbat quramiz. Biz hozir vodiyning hamma joylarini tasvirga olgani kelganimiz uchun vaqtlarimiz qisqa bo'lyapti. Tez syomka qilib ketyapmiz-da. Shuning uchun bemalol ikir-chikirigacha gaplasha olmaymiz. Umid aka, mana shu tug'adigan joyi haqida ham tushuntirib bering. Hop. Hammasiga olyapsizmi bunaqa yashil? O'zimizni samka. Hop. Vivatnoy. O'qasi 24,5 kilo. Bo'g'oz. Odamlar qo'rqyapti-da. Stoykalari hamma yo'g'i joyida. Rabochi samka. O'zingizdan chiqqan-a bu? Albatta. Shu yerda tug'ilgan. Tug'adigan yashigi shundoq bo'lishi kerakmi Ha, gnezdo kami o'sha 70 sm, eniga 50-60 bo'lsa, qancha keng bo'lsa, o'shancha yaxshi. 60 ga 70 gnezdo. Albatta. Balandligi ham o'sha 50. Tor joyda deb sab qo'yadi bolasini. Eshitdinglar? Ovqat necha mahal beriladi? Ertalab kechqurun. Hozir kunduz ozroq beryapmiz. Kun issiq. Ovqatdan tashqari nimalar, ko'rimdan tashqari nimalar beryapsiz yana? Hop. Qo'shimcha 4 kun 5 kunda bir olmani to'rga bo'lib bir palkasini beriladi. 4 kun 5 kunda bir. Ha, 4 kun 5 kunda Hop, bir. yana? Sabzi shu asosiy. Bolalarga Gerkules qo'shimcha. Afsanka. Bolalar necha kunlikdan ovqatga kiryapti? 25 kunlikdan so'ng ovqatga kiryapti. 25 kunlikdan ovqatga kiryapti. Xo'p, men oq quyonlaringiz, Kaliforniya quyonlaringiz Flanderlarning orasida nima qilyapti degan savol tug'iladi-da, birinchi marta ko'rayotganlarga. Bu Shu haqida. Qurishdan maqsad Flanderlar ko'p tug'adi ko'pincha. Ko'p tuqqanda bolasi nobud bo'lmasligi uchun shularni qilib qo'yganmiz, bolalarni. Ko'p tug'sa bular boqib beradi. Shunda bular baravar qo'shiladi. Albatta, 3-4 kun oldin shuni pelis-minisini olib qo'shamiz. Keyin bular ko'p tuqqanda bularni tagiga olib boqtirib boramiz. Xo'p, bularni bolalarini nima qilasizlar shunda? Buni bolalarini hop oz bo'lsa qo'shib boqaveradi, ko'p bo'lsa fermalarga tarqatib yuboramiz bolalarni. Fermalar bor. Yangi tug'ilgan bolasini fermalarga berib yuborishadi, u fermalar o'zligining yangi tug'ilgan bolalariga sochib yuboradi. Gnezdoga ikkita bitta sovoradi. Telefon qilib turishadi, bormi, quyonimiz ostida qo'shib yuboramiz deb. Ularga sovg'a bo'lib ketaveradi. Albatta. Sovg'a qilib. Podvolga juda ham chiroyli joy tushibdi, salqin. Umuman hidi ham yo'q, bitta quyonlar. Bir hafta bo'ldi mana shu quyonlardan chiqqaniga. Hozir yerda bir 40 ta quyon bor, 40 ta ko'proqmikan shu. Quyon hidi sezdingizmi kirib? Ana ko'zini bunday bekitib olib kirsangiz, kimdir ana quyonxonaga kirdim deb o'ylamaydi, hech qanaqa hid yo'q. Endi hozir mana shu strakachga ham qiziqib ko'paytirib qo'yaylik. Qiziqish bo'lib qoldi shunga. Strakachni ham zo'rini olib kelyapsiz. Ha, qo'shib qo'ydik, bu ham bo'g'oz xudo xohlasa. Dona holligini. Necha par bor bundan? Hozircha mana shu bitta boshlang'ich. Bitta oq sekin stolga olib boraylik ungacha. Operatorimiz ko'rsatib berguncha. Umid aka, qancha vaqt oldin sizga yozdirib qo'yish kerak, Flander borasiz kerak bo'lsa? Hozir mana ko'p bron ekan, ko'p o'tdi. Xo'p. Telefon raqamini qoldiramiz. So'rab turiladi-da. Pastdan so'rab turmasa tug'ilmasdan oldin ham bron qilib qo'yishyapti. Ha, tug'ilmasdan oldin bron qilish kerak. U tug'ilgandan keyin poyezd o'tib ketgan bo'ladi. Albatta. Bu pirvoznoy samka. Oq kattaligini qarang. Bir marta tug'di. Aka, bu va shu uzunmi bunaqasiga? Ha, uzun. Ikkinchisiga bo'g'oz. Yosh qanday buni? Yoshi 1 yoshdan ozgina o'tdi. Quyonni kattaligini bilish uchun men bilasizlar, standart. Yonidan oling.
quyonni his qilinglar razmerini. Kattaligi 9 kilo oshiqroq bo'lsa hamki. 9 kilodan oshiq ekan. Quloq necha dedingiz? 23. Kimga oqi yoqsa, oqidan qilib beradilar. Jeleza yoqsa, temir rangidan qilib beradilar. Holi ham aguti mana. Qarang kattaligini. Bu rosa uzun ekan, a? Uzun. Quyon o'zi ham sifati chiroyli. Illo. Stoykalari ham bor. Oyog'ini uzun qilib yotib olsa, mana bundoq ekan-da, u quyon, a? Oyog'ini uzun qilib yotib olsa. Yotchi bitta, yotasanmi? Oyog'ini cho'zib yotib oladi, yot. Bu qachon aniq qilgan tug'ilgan oxirgi marta? Mana bolalari 33 kunlik bu. Brombo bo'lgan deganingiz? Bo'lgan. Voy, bolalar sotilib bo'pti-ku. Men YouTube'da ko'rib o'tirgan akam olmoqchi edilar-da. Keyingi partiyadan bron qilib qo'yasiz, yozdirib qo'yasiz, bitta bloknot tutib qo'yasiz endi. Mana. Quyon yotibdi. Uzunligini qarang, qo'limdek keladi uzunligi. Ana qaddini ko'tar. Qadding ko'targin. Qadding ko'tar. Flandr. Bir xil videoning o'rtasidan Uni Rossiyada egasi bola ololmagan ekan, o'ldirib tashlagan ekan bolalarni ikki partiya. Qaramagan. Olib keldik, bolasiga o'zi qaradi. O'zbekistonning havosi, egasi, xonalar yoqdi. Yoqdi shekilli qarab ketdi bolalarga. Ikkovi ham qaradi. Bir xillarda savol tug'iladi, Umid aka. Quyonim katta bo'ldi, 2 marta tug'dirdim, bolaga qaramadi, uni so'yib yuboraymi deydi. Yo'q. O'shalarga nima o'rgating shunaqa narsalarni? Bu ishga shoshilmaslik kerak. Zab qaramadimi? Bitta mana shunaqa surakat tayyorlab, agar quyon zo'r bo'lsa, zotini olish niyati bo'lsa, surakat tayyorlab tug'dirib, boshqa bolaga onaga boqtirib yuborsa bo'ladi. Bo'ladi. Bizga bola boqsa ham, bola boqmasa ham olaveramiz. Qonidan bola tushsa bo'ldi sizga. Sifati zo'r bo'lsa, bo'ldi. Og'ini tug'dirib, xudo xolasi ko'paytiramiz. Lekin bilmadim. Sami glavni qochib tug'sa bo'ldi. Oq boshqacha, bilvosizmi, juda katta. Yoshi nechiga kiribdi? 1 yoshdan o'tgan quyon bu. Bolalarni kim bron qildi buni? Bolalarni ko'pchilik bron qilishgan. Dadasi qanaqa rang edi? Shinshila, o'sha Toshkentga sotilib ketgan shinshila, mashinani otasi. Endi $500 sotildi. Endi qarang, savol tug'iladi-da, hozir anaqadan kelib chiqib. Dadasi shinshilla rang ekan, onasi oq ekan. Shunaqa rangini boshqa rangga qo'shsa bo'laveradimi? Shinshila bilan oq qo'shsa bo'ladi bir-biriga. Shinshila zakreb bo'lgani uchun 100% shinshila chiqdi. Hamma bolasi. Qaysi bilan qaysini bir-biriga qo'shib qo'shmaslikni maslahat berasiz? Endi hamma xar. Men shinshila bilan agutini qo'shmayman bir-biriga. Shinshila bilan agutini qo'shmaysiz. Qora bilan jelezani, oq bilan shinshila yoki oq, aguti bilan aguti. Ana eslab qolinglar. Necha yillik tajribali insondan eshitasizlar. Shunda sifatli yo'lga chiqaman. Orqa to'la syomka bo'lyapti hozir, kadr ortlari ko'pchilik kelgan mehmonlar bizlar bilan bu fermaga avval hammani kirgizmagan ekansizlar deb eshitdim. Shunaqa. Ko'z tegmasin, mashalloh. Bu yana bitta barakasini bersin. Shirigi bor sanki. Fermiz barakasini bersin. Hop, narga o'g'ni ham ko'rsatib qo'yaymi bir. Ko'rsating, yana nimalaringiz bor? Qani. Yops. Mashina olaylik. Atqamaga nima qilamiz? Flanderga o'tirtamizmi? Yo'q, bismillah. Ha? Alohida joy qilamizmi? Qo'lini orqasiga. Ha. Bittasini Flander berdi. Mana o'sha. Bu kim? Shu oq bilan birga kelgan sherigi. Sherigimi? Qiz o'g'il. Xo'p, bu samka, bo'g'oz, xudo xolasa. Bu ham samka. Oq rasi uzun bo'lar ekanmi yo oq bo'lganiga ko'zimga shunaqa ko'ryaptim. Ya endi hammasi har xil bo'ladi. Uzun ko'ryapti. Uzun katta bo'ladi. Uzun tabiiy katta.
Oy oxiriga ko'payishadi xudo xohlasa. 9,5 kilo. 9,5 kilo ekan. Bu necha puldan oldingiz endi? Buni sommasini so'ramadim. Sardor shug'ullangan sommasi bilan. Ha, uni u yoqlar biladi. Menga jo'natadi, men o'sha yerda Jo'natadigan bularni inson qarab, Sardor. Siz qarab ko'paytiradigansiz. Albatta. Ikki kishiga ancha yildan beri shu sohani egallashgan, shu sohani ustasi bular. Bizning vazifamiz shu O'zbekistonda kim qanaqa zot quyonlar boqayotganini xalqqa ko'rsatish. Xo'p, yana so'raydigan narsalarimiz. Sotib olmoqchi bo'lsanglar, bolasini bildinglar, bo'g'ozli paytida so'rar ekansizlar. Tug'ilgandan keyin o'sha kech qolgan bo'lar ekansizlar. 4 xil rangi bor ekan. Mana shu inson lichkalariga chiqsanglar, o'rgatadilar qanaqa filandir boqishni. Umid akam. Yana nima savollaringiz bo'lsa, lichkada bemalol bersanglar bo'ladi. yana bitta o'zimizning vigodnoy samkamiz bor. O'shani ham ko'rsating. O'rgataylikchi. Общий bunda olib qo'ying. Fermani uzunligini. Fermani zo'r qurib qo'ygan ekanlar. Bu haqida ham. Tamam, 05 kadriga oling. Hop. 1 yashardan ozgina o'tgan samkamiz mana. 1 yashardan o'tgan ekan. S007. Birga qo'yib olamiz. Sizlarda tayyor anaqalar ham bormi? Erkak urg'ochi tayyor sotiladigan. Yo'q, sotuvda tayyori yo'q. Hozircha hammasi o'zimiz bolasini olib ko'paytiryapmiz. Tayyor umuman yo'qmi? Yo'q, sotuvda yo'q. Narigi fermadachi? Boy birinchi ko'rganimizda. Bu yoqda bolalari bor. Bitta para bor. Tayyor. Ha, bir para tayyor bor ekan. Para bor. Bu yoqda. Bir paragina bor ekan tayyor. Mabodo aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham o'zidan chiqqanmi? Albatta, mana shu samesi birinchi partiyalardan. Tullovdami hozir bu? Ham tulovda, ham bo'g'oz. Shuni tushuntirib bering, yilda necha marta tullaydi? Yilda men o'zimni quyonlarim 3 marta tuladi hozir. 3-chi tulovda mana shu. Yilda 3 marta tullar ekan. Tullov degani, ya'ni mana shu eski tukuni to'kib, yangi tuklari chiqadi. Qani Flander. 9 kilo oshiqroq bu. 9 kilodan oshiq ekan. Raboch. O'zlarida tug'ilgan ekan. Qulog'i necha dedingiz mana? 23,5. Salkam 20 ta, 23,5. Mana. Namangan viloyati Chortoq tumanida olinmoqda video. Voyinli fermalarida S007 firminniy kod. Aka, men sotgan bolalarga klemo ham urib berasizmi? Albatta. Kim qanaqa xohlasa. Klemo urmang, shart emas desa urmaysiz. Yo'q. Urib bering desa urib berasiz. Beramiz. Klimatringizni ham ko'rsa bo'ladimi? Ha, kilometr bu yerda emasda, tashqarida edi. Ha, mayli. Boshqa videoda ham bir kilometr ko'rsatdim, o'shanga o'xshagan narsa. Tozasidan olib kelib qo'yganmiz. Chiroyli narsa ekan buningiz ham. Buni bolalari daji tug'ilishi bilan ham sotilib ketdi. Tug'ilishi bilan? Albatta, 1 soatda. 1 soatda? Ha, tug'ilishi bilan. Tug'ilishi bilan 1 soatda hammasi sotildi, yangi tug'ilganlar. Keyin sutdan chiqqanda olib ketadimi? Yo'q, yangi tug'ilganda o'sha qornidagi bolasini riskovat qilib sotib olishyapti. Nechta tug'ilsa ham bizniki. Ha, u fermalarda o'zligini tug'ilgan yaxshi ishonchli ona quyonlarni tagiga tashib yuborishadi-da. Ha, bunda bu Hikol, Kalif, Vilkalliga boqtirib. Bunga keyin nimadir tashib yuborasizmi boqishga yoki sirazi qochirib yuboriladimi? 10 kun to'xtatib, lechinasini olib chiroyli qilib qo'shamiz yana paftor. Nimalar qilasiz 10 kun ichida tug'ilgandan keyin? Hop, gamovit qilamiz. Shamollashiga ko'proq inroflaksatsiyani ishlataman. Ukolini qilasiz? Ukolini. Shamollamagan bo'lsa ham. Ha, albatta, buni 1 oyda bir lechinasini qilib turaman inroflaksatsiyani. Ha. O'sha zaril narsa. Aslida quyon o'pkasidan ketadi-da. O'sha inroflaksatsiyani qilib tursanglar, o'shani oldini oladi. O'pkasidan ketadi, oshqozondan. Lekin kasallik eng baquvvat quyon Flander bo'ladi. Chidamlimi? Chidamli juda. Sababi mana tana bor. Mazasi qochgandan 10 kun yemay qolsa ham faqat o'zini o'zi yeb kichkina edi xolos. Mana kichkina quyonlar 3 kun yemay qolsa o'zini yo'qotib qo'yapti. Yurishga ham holi bo'lmayapti.
O'sha Rossiyadan kelgan qo'yog'i 15 kun ham yemasdan sekin ovlanib zo'r bo'lib ketdi. Oke, barakasini bersin. Shunaqa qo'yoq. Maza qildik. Ko'rolmay qolmaganlarimiz bo'lmadimi? Qani Ko'rolmay qolmaganlarimiz bo'ldimi, bo'lmadimi yani? Endi quyon ko'p ekani. Qaysi tayyor xaridor. Qaysidan olgansiz? nima bosamiz endi xudo xohlasa. Qani bolalar? Shu bola o'zi olgan. Shuni oldingizmi siz? Barakasini bersin, yaxshi kunlarga boqing. Ko'rsatib kelding. Qachon olib Hammamiz ketasizmi? Qosimxonga baraka bo'lgan. Mana o'zimiz Men katta-ya boya ko'rsatgan. Albatta, aytishdan chiqib qoldi. Siz ham katta planlarcha olib ketar ekansiz. Manzilingiz qayerda sizni? Bizniki Namangan shahar Lolada. Lolada. Ertaga Loladan mana shunaqa quyonlar tug'ilsa, sekin kelisharkan ekanda. Xudo xohlasan. Lola qayerdasan deb. Mana Narxingizni ham aytib o'tishing, ko'pchilik ishonmasligi mumkin. necha pulga oldingiz? Xudo xohlasa $200 baraka bo'ldi. Qanchaga? $700. $700. Namangan. Qo'y beradi deydi-yu. Ya. Nega tuglaydi? Bu ani qo'yi 40 ming, 50 ming dollarligi bor-ku. Bu quyonni shunaqa qimmati, ani siz boqayotgan quyondan emas. Hurmatli, negativ janoblari deydi. Aka, buyursin. O'zidan ko'paysin, yaxshi narsalar oling, sizni ham fermangizga borib bizga syomkalar qilish nasib qilsin. Juda ham zo'r narsa olibsiz. Boy birinchi ko'rganimizda bu oyoqlari yog'on. Bunga ish qilib nechta anaqa tayinlab qo'ygansiz? Hozircha ikkita samkamiz bor. Yana Xudo xohlasa qilamiz. Yana samka ustoz o'zlari qilib beradilar. Shuningdek ekan o'zlari o'rgatadilar bundan. Qandoq boqish? Xohlasa. Ha. Shunaqa. O'zbekistonning eng zo'r erkaklardan biri sizda bo'lar ekanda, Holandalarning. Biz yana vohani ham aylanib ko'ramiz, qani nima bor ekan. Lekin hozircha shuncha paytdan beri aylangan fermalarimiz ichida eng zo'ri shu. Rahmat, e'tibor uchun. Eng zo'ri shu. Janina sog' bo'lsin. Kallani qarang, ko'pto deydi mola. Mana ovasmi? Quyonni o'zingiz. Namanganda bu o'zi qo'rqmas ekan, chorvani, zo'r chorvalarni qimmatga olishga bor-ku. Chorvachilik bo'yicha ancha ilg'or ekan viloyatlar ichida Namangan. Keyin ham chetdan olib kirishlar bo'yicha ham Namangan. Klimat yaxshiligi uchun chorvaga ham tashlaganda. Ochiq maydon ko'p, chorva boqishga. Aka, olgan quyoningizni bir ko'tarib rasmga tushib bera olasizmi? Men bitta hozir tushib berasiz. Hozir to'xtab turing. Videoni to'xtatgandan keyin tushib berasiz. Men sizni anaqangizni obloshkaga qo'yaman. Ana bolasini ham bir yoniga qo'yib ko'rsatib qo'yaylik mana. Shuni o'zini, shuni bolasimi? Albatta 34 kunlik bo'ldi bugun. Erkakmi, urg'ochimi? Urg'och. Mana ota bilan qizni ko'ryapsizlar. 34 kunlik qiz, 1 yoshli ota. Bir xil ikkovi ham oyoq qo'li baquvvat. Kallalari ham juda anaqa ekan, qizini otasiga o'xshagan. Chutki chiqibdi. Erkaklari sotilib ketgan. Eslab qoldinglar, 45 kunlikda уже $100 qorindaligida bron bo'lar ekan, tug'ilgandan keyin qiz o'g'illigiga qarab $100 dan ketar ekan, 45 kunligida. 46 kunlik o'tib ketmaylar, kech qolasizlar. Buni o'zimizga sotib olamiz endi xudo xolasa. Kuzga olib borib, Bu otadan o'g'il ham olib qo'yganmisiz? Yo'q, bor. Shu tanishlarga tarqatib qo'yganmiz bularni, bolalar. O'shalardan qaytadi. Qaytadi. Necha kunlik deb berasiz? Eshitdingizmi kunini? Yo'q, kunini 34 34 kun dedingizmi? kunlik. 34 kunlik qo'ygan ekan qo'lingizga. Ana aytadiki, nima bilan boqyapsan? Kunjara bilanmi dedi-yu. Mashina. Mana enagasida bu. Enagasiga alohida rahmat. Buni ehtiyot bo'lib olib keting, endi chiroyli qafaslarda qiynamasdan. Qachon olib ketasiz? Xudo xohlasa ertaga.
Ertaga yana kelar ekansiz bu yoqqa. Ha, shunaqa. Ha, 2 kundan beri sheydalar. 2 kundan beri. Gap yo'lay. Bitta ko'rdilar, ketolmay qolib, oxiri oldilar. Endi aka bitta dona bolasi $100 bo'lgandan keyin $700 degani umr pas pulni topasan degani xudo xolasa. Qani. Ya. Bu gilamni egasi bo'ladi bu quyonlar. Oting nima, isming nima deding? Ulug'bek. Mana shu quyonlarning gilamni egasi shu bo'ladi. Qaraydi bu yoq. Yo'lga qiziqasizmi siz ham? Boqasizmi? Ovqatlarni berasizmi? Adasi bilan qarashadi. Ha, kechqurun men bilan shu quyonni bir soat. Barakasini bersin, quyonimiz shu akamizga $700 ga baraka bo'pti. Hammaga nasib qilsin shunaqa zo'r flanderlarni boqish. 45 kunlik bolasi $100 dan sotilayotgan ekan. Faqat bitta sharti bo'g'ozligida bron qilish kerak ekan. U tug'ilib bo'lgandan keyin uje o'chirdingiz, nima deydi? Sizdan oldin bo'g'ozligida navbatga turganlarga o'tib ketar ekan, voqliroq navbatga turish kerak deyaptilar. 4 yildan beri ololmay xafa bo'lganlar ham bo'ldi mendan. 4 yildan beri ololmay xafa bo'lganlar. Aytib qo'ydim-ku. Voqliroq harakat qiling. Aytmabsiz. Shunaqa gap so'zlar bo'ladi. Xafa ham bo'lib qolishadi. Hatto tug'ilgandan keyin o'sha 2-3 kunda olib ketayotganlar bor ekan bolasini. Enagasini tashab, o'zimiz katta qilib olamiz, qo'shib olamiz boshqonlarga. Barakasini bersin. Zo'r quyon olganingiz bilan tabriklayman. Barakasini bersin. Sog' bo'lsin, barakasini bersin. Rahmat. Xudo xursand bo'ldim. Zo'r narsa. Tenjorlar sog' bo'lsin. Xudo xursand qildilar. Ana bozordan buqani yedeklab chiqib ketayotganda nech pul bo'ldi deydi-yu. Aytadi-yu narxini 50 million, 80 million. $700 so'mda qancha bo'pti? 9 million 100 ming bo'ladimi? Shunaqa bo'ladimi? 300 dan qo'yanda. 9 millionga mana shu okamizga baraka bo'ldi. Qatga ketdi deyapti, yaxshi eshitmaganlar. Namangan Chortoqdan Namangan shaharga. Namanganda qopdi-da. O'zimizda qoldi, ha. O'zimizda qoldi. Qara, yaxshi ishlagan borgandan keyin, tushundingmi? Asli shunisi yaxshi. O'zimizda qolsa yaxshi zotlar. Foydalanamiz ertaga. Kimdir foydalanadi. Angliyadan bitta voqeani aytib beraman. Adham akam shu yerdalar. Internetdan Angliyadan quyon topdilar. Minilop split. Bemalol gaplashib, pullarni ham kelishib, yo'q qilib, bo'ldi, xullas O'zbekistonga jo'natib yuborasan. Men chetga quyon sotmayman. Angliyadan tashqariga quyon sotmayman. Aytgan pulini beryaptilar. Uzr dedi. Tap etib o'chirib tasharkan. Uzoqqa bermasin. Hayron qoldik. Keyingi safar umuman boshqa davlatga deyilmayapti. O'sha mamtga chiqarib yuborgin deyilyapti-da, sekin olib chiqib ketilyapti. Cheers. Ha? Ular shunaqa zotimni tarqatmayman deyapti boshqa davlatga. Gapdan o'zimizda qolsam bizda ham Xudo xohlasa bolalarni chiqazamiz deb samkamiz bor hozircha ikkita. Yana qilib bering, o'zimiz yaxshi qo'lladan deb o'zlariga aytib turibmiz. O'zlari qilib beradilar. Nima narsani tavsiya etsalar, ustozlik qilibdilar. Shu kishidan nima narsani o'ylaymisalar olib nima qilib turibmiz, Xudo xohlasa. Bundan buyog'iga YouTube'ga chiqqandan keyin O'zbekiston, hamma qo'shni davlatlar, O'rta Osiyo, mana bizda Rossiyadan ham kuzatishadi, O'zbekistonlik ishlagani borganlar. Rossiyada turib, o'sha quyonxonalarni qurdirib, quyon olib yotishibdi, hali kelishmagan. Biz Rossiyaga ham baraka qildik quyonni o'tgan yili, lekin yo'l kirasi ularga qimmatga tushdi. O'sha Olegga baraka qilgandim 7 ta quyonni. Lekin yo'l kirasi divaynoy bo'lib ketdi, keyin ololmayman deb. Umid akamni bundan buyog'iga bu video chiqqandan keyin shogirdlaringiz yana ko'payadi. Xudo xolasa o'rgatamiz. O'rgatasiz shunaqa katta quyon boqishni. Bu quyon o'zi nima deydi? Parodalar har xil, lekin flander bunda ko'rganda odam, ko'rmagan odam uchun bor-u, shunaqa quyon bormi? Nima bu deyman. Nimcha katta bu. Nimcha katta bu quyon bu deydi. Shunaqa katta quyon bo'ladimi? Bo'ladi, bor. Tozalarini mana ko'rsatgani olib keldik. Mana okamizga baraka bo'ldi. Yaxshi kunlarga boqsinlar. Oldindan biron qo'rasizlar, tez sotilib ketar ekan. Buni bolasi ham chiqadi xudo xolasa oy oxiriga. O'sha katta oq bilan birga. Qaysi urg'ochilik qonida buni bolasi, qaysi ko'rsatganingiz? Ikkinchi ko'rsatgan oqqa qonida bor bolasi. Oqqa qo'shdingiz-a buni? Ha, oqqa qo'shilgan. Eshitdinglarmi?
keyingi oygacha siz уже hozirdan bron qilish kerakda уже. Oq sames yo'q edi, oq sames. Mana shu bilan bolasini olib turamiz, vaqt o'tkazmasdan deb qo'shib qo'ydim bir partiya. To'g'ri, ha. To oq sames olgunizcha kunlar isiyapti. Oxirgi partiya hozir. sakramoqchim, shuni olib qo'ya qoling, sakrab anaqa qilmasin. Betiga zarar yetmasin. Uni yopib qo'yaylik. To'xting, qo'yib turing, sizni rasmga olmadim hali. Videoni tugatib olaylik. Menimcha bo'ldi, hamma joyini oldim. Illarini so'radik. Aka, flanderga eng kichkina qafas kletka nechiga necha yasash kerak? Flanderga eng kichkinasi mana shu ma'qulroq. 80 ga 120. Qancha katta bo'lsa, o'shancha yaxshi. Ha, tug'adigan payt ani yashigini qo'yib beradi ichiga. Yashig'ini qo'yib beramiz. 10 kunlik qilganda yashig'ini olib tashlaymiz ginezdosin. Yerda turib, yana bemalol aylanib yuraveradi. Mana eshitdinglarmi? Joy katta bo'lsa, endi bizga joy mashinga to'g'ri kelganiga tez bo'lib qo'ydik. Qancha joy katta bo'lsa, o'shancha yaxshi flanderga. Shu ikkitasini bitta qilib qo'ysa, yana ham zo'r bo'ladi. Nechta tushdi dedingiz? Hop, 13 ta birinchi etaj, 13 ta ikkinchi, 26 ta. 26 ta tushibdi mana, qaranglar shotga. Agar sizlarda shunaqa podvolinglar bo'ladigan bo'lsa, podvolda qishin yozin mo'tadil harorat bo'lgani uchun eng qulay variant. Faqat mana bunaqa havo aylanadigan sharoit bo'lsin. Mazza qilib yotishibdi. Buni qarang aka. Bo'tga sidiga tushadimi? Albatta. Mana pastiga quyonni ustiga sidiga tushmasligi uchun buni yasatib qo'yib qo'ygansiz. Qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda taxta orasi ozgina ochuv. Zazor bor. Zo'r. Mana ko'rib oldinglar, bitta mana anaqasini olsanglar bo'ladi mana endi. Bunaqa qiyin narsa emas. O'rtasini mana shunaqa setka qilib qo'ysa bo'laveradimi? Yopib yuborish shart emasmi? Bo'ladi. Endi men setka qilib qo'ydim. O'zi ozgina to'sib qo'ygan ma'qulroq. Fanerda nimadadir. Tug'adigan quyonlarni ayniqsa. Bezovta bo'lmasligi uchun. Qizg'anmasdan. Endi bular bolar qilib qo'yib yubordim. Hammasining tagida bolasi bor. Bular hech nima qilmaydi, bir-birini ko'rib yursa ham. Faqat sames qo'shib qo'ymaslik kerak. Orasiga bu mana bolasi bor quyonlarga. Yaqin yo'latmaslik kerak. Qochishga harakat qilib qoladi samkada. Tushundinglarmi? Yonida sames turmasin. Bolali quyonni, tuqqan quyonni, yangi tuqqan quyonni oldida ayniqsa. Kuyi kelib qolib, sametsga ehtiyoj paydo bo'lib, yoni bolalarga qaramay anaqa bo'lib qoladi. Erkaklarni alohida boshqa joyroq, uzoqroq joyda ushlaydi. Bolalarni yoyib tashlagan paytlari ham bo'ladi, kuyi kelib qolib. Bolalarni yoyib oladi. Samesga harakat qilib. Bolalarni cho'chib tashlaydi. O'rganaverasizlar Umid akamdan, Sardor akadan mana shunaqa nozik nuqtalarini ham hozir YouTube'ga tushmay qo'ygan joylarini so'rab o'rganib ketaverasizlar. Mana Flander fermani ko'rdik, maza qildik. Ko'rdinglar, mana kattasi ham baraka bo'lgan akamizga olib ketar ekanlar ertaga. Menimcha hech narsa savol qolmadi boshqa. Surakatlarimiz mana tug'yotibdi. Hammasini bolasi bor. Ona quyonlar surakat deyiladi, ya'ni enaga quyonlar bular. Bular tug'adi, ketidan qaysidir Flander 2-3 kundan keyin tug'ar ekanda, bularga Flanderning bolasi berilar ekan. Keyin bularning bolalari fermalarga shunda etisi kelib olib ketishar ekan, yangi tug'ilganlarni. Hozir savol tug'iladi-da, Umid aka, Flander o'zi ham boqadimi? Boqadi, zo'r boqadi. Ko'p tug'ilgani uchun bularga bo'lib beriladi, sifatli katta bo'lishi uchun sutga to'yib. Mana o'sha ko'hlar ham 13 ta tug'ilganda, bolasi hech qachon onasi o'zi yetkiza olmaydi. 13 ta ko'plik qiladi. Sababi kichkina tug'iladi. O'lib qolishi mumkin tagida depsab. Shunani maydasini addenni, srednisini adden, jirigini addenni qilib, mana shunaqa quyonlarga tarqatib qo'yamiz. Mana hammasi bab-baravar katta bo'lgan 10 talasi. Zo'r aka. Yo'lini qilsa hamma narsaning iloji bor. Harakat qilsa bo'ldi. Farq 331 kanalini kuzatinglar, quyonchilik ilmini oshiringlar, quyon boqishni o'rganinglar. Savollar bo'lsa kommentariyalarda qoldiringlar. Akam lichkalarini, savlohani boshiga yozib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.